Tug'ilgan kunimda kiygan korsetim va ko'ynagimdan zakaz tushdi va sizlarga men buni bo'lib ozgina tushuntirib video qilishga qaror qildim. 4 metr adras, 40 ta oq, 40 ta qizil tosh. Videoga sizlarga andaza qilish uchun tushuntirib bera olmayman, lekin keyingi videolarda обязательно andazasini ham ko'rsataman. 42 razmerdagi klientlarga qilib qo'ygan tayyor andazam bo'yicha guliga to'g'rilab adrasdan bichib olamiz. Обязательно chok haqqlarini berib kesib olamiz. O'shanda to'g'ri bo'lib chiqadi. Andazasini tayyorlash uchun klientdan razmerini asosan o'zingiz olgan bo'lishingiz kerak. Chunki klient o'zi siz o'lchagandagi o'lcholmaydi. O'shani hisobiga boshqacha chiqadi. Обязательно qarshisiz zakaz olayotganimda uyga primerkaga chaqirib, keyin o'zim o'lchab qolib zakaz olaman. Dazmol qilish esingizdan chiqmasin. Keyin dazmol qilganingizda kirish xohlasangiz korsetni dublering, xohlasangiz shifonoviy dublering ishlatishingiz mumkin. Men korsetni ishlataman, bu qattiq bo'ladi. Har bir bo'laklarini kesib olamiz, dublering qilib. Keyingi qismini ertaga joylayman. Menga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi qismda tikish, tosh tikish